Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Toshkent tuman axborot kutubxona markazi siz azizlarga eng sara kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Abdulla Qahhorning O'tmishdan ertaklar kitobi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentyabrdagi kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi qarorida yosh avlodning ma'naviy intellektual salohiyati, ongli tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirishda ona vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ulug' adib O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhorning O'tmishdan ertaklar qissasini mutolaa qilgan yosh kitobxonlar ma'naviy olami shunga yarasha bo'ladi. Ushbu nashrning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, bu nashr hozirgi o'zbek tilining imlo qoidalariga to'liq moslangan shaklda berilgan. Ushbu nashrning o'ziga xos jihatlaridan biri shundaki, hozirgi davr kitobxonlarining talab va iltimoslariga asosan asarga qo'shimcha iqtibos va izohlar kiritildi va hozirgi o'zbek adabiy tili qoidalari asosida qayta tahrirlandi. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.